Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 1 avgust 2026 sanasiga tayyor turish kerak. Bu mavzu deyarli hammaga tegishli. Pensionerga ham, ish haq kartasidan foydalanadigan xodimga ham, bozordan oziq-ovqat oladigan oilaga ham, kommunal to'lovlarni karta orqali to'laydigan odamga ham. Nega bu ma'lumot muhim? Chunki avgust oyidan boshlab pensiya va nafaqa to'lovlari, ayrim narxlar bank kartalari orqali to'lovlar, limitlar, komissiyalar, xavfsizlik tekshiruvlari va hujjatlar bilan bog'liq masalalarda odamlar ko'p xato qiladi. Bitta e'tiborsizlik pensiya kechikishiga, kartadan pul yechilmay qolishiga, ortiqcha komissiya to'lashga yoki firibgarlarga aldanib qolishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi? Endi nimaga e'tibor berish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avvalo men bir narsani aniq qilib aytaman. 1 avgust sanasi ko'pchilik uchun oddiy kalendar kuni bo'lib ko'rinadi. Lekin amalda bu davrda bir nechta jarayonlar kesishadi. Odatda yozning ikkinchi yarmida davlat to'lovlari, bank tizimidagi texnik yangilanishlar, narxlar qayta hisoblanishi, ayrim xizmatlar bo'yicha tariflar, shuningdek pensiya va ijtimoiy to'lovlar jadvali bilan bog'liq savollar ko'payadi. Oldin odamlar ko'pincha bitta narsaga ishonib yashardi. Pensiya har oy bir xil kunda tushadi. Kartadan har doim xohlagancha pul yechiladi. Narxlar sekin-sekin o'zgaradi. To'lovlar esa bank ilovasida muammosiz o'tadi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Raqamli nazorat kuchaygan. Bank kartalari xavfsizligi bo'yicha talablar oshgan. Ayrim to'lovlar avtomatik tekshiruvdan o'tadi. Pensiya va nafaqa oluvchilarning ma'lumotlari elektron bazalar orqali solishtiriladi. Masalan, oldin pensionerning manzili, pasport muddati yoki bank kartasi muddati tugab qolsa ham, ayrim hollarda to'lov davom etaverardi yoki muammo kech sezilardi. Hozir esa tizimlar bir-biriga bog'lanib bormoqda. Pasport ma'lumoti, JSHIR, bank karta egasi, telefon raqami, pensiya ishi ijtimoiy reyestr, soliq va bank ma'lumotlari bir-biri bilan solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflikni oshiradi, lekin oddiy fuqaro hujjatini vaqtida yangilamasa, muammo ham tez yuzaga chiqadi. Shuningdek, narxlar masalasida ham odamlar bir narsani tushunishi kerak. Narx oshishi faqat bozordagi sotuvchining xohishi bilan bo'lmaydi. Unga yoqilg'i narxi, logistika, import mahsulotlari kursi, elektr va gaz xarajatlari, ijara haqi, mavsumiy talab, ombor xarajatlari, bank komissiyalari va hatto ob-havo ham ta'sir qiladi. Avgust oyida esa maktab mavsumi yaqinlashgani uchun daftar, kiyim-kechak, poyabzal, sumka, bolalar mahsulotlari va ayrim oziq-ovqat mahsulotlariga talab oshadi. Talab oshsa, narx ham harakatlanadi. Kartalar masalasida esa eng katta o'zgarish odamlarning xavfsizlikka jiddiy qarash kerakligida. Bugun karta faqat pul saqlanadigan plastik emas. U sizning oyligingiz, pensiyangiz, kommunal to'lovlaringiz, kreditlaringiz, onlayn xaridlaringiz, davlat xizmatlari bilan bog'langan moliyaviy kalitingiz. Agar telefon raqamingiz begona odam qo'lida bo'lsa, karta SMS kodi boshqaga ketsa, bank ilovangiz eski telefonda ochiq qolsa, sizning pulingiz xavf ostida bo'ladi. Endi pensiya va nafaqalar haqida batafsil gaplashamiz. Men avvalo pensionerlarga, ularning farzandlariga va qarindoshlariga murojaat qilaman. 1 avgustga tayyorgarlik deganda birinchi navbatda 3 ta narsani tekshirish kerak. Pensiya tushadigan karta ishlayaptimi? Hujjat ma'lumotlari to'g'rimi? Pensionerning bank va pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumotlari mos keladimi? Masalan, onaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Pensiya odatda kartaga tushadi. Lekin kartaning amal qilish muddati iyul oyida tugagan bo'lsa, avgustda pul kelgan taqdirda ham uni ishlatishda muammo chiqishi mumkin. Bankomat pul bermasligi, ilovada karta faol emas deb chiqishi yoki to'lov terminalda rad etilishi mumkin. Uni ham buni pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo kartada bo'ladi. Yana bir misol. Otaxonning pasporti yoki ID kartasi ma'lumoti yangilangan. Lekin bankdagi eski ma'lumotlar o'zgarmagan. Bank tizimida familiya, pasport raqami yoki tug'ilgan sana noto'g'ri ko'rinib qolsa, ayrim operatsiyalar cheklanishi mumkin. Ayniqsa katta summa yechishda, yangi karta ochishda, telefon raqamini almashtirishda yoki bank ilovasiga qayta kirishda shaxsni tasdiqlash talab qilinadi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, kartasining muddati avgust yoki sentyabrda tugaydigan pensionerlar. Ikkinchidan, yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar. Uchinchidan,
Pensiyani boshqa hududda olib yurganlar, ya'ni ro'yxatda bir joyda yashashda boshqa joyda bo'lganlar. 4-dan. Pensiya oluvchi nomidan farzandi yoki qarindoshi karta ishlatayotgan oilalar. 5-dan telefon raqami pensionerning o'z nomida emas, boshqa odam nomida bo'lgan holatlar. Kim ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar pensiya kartangiz faol bo'lsa, bank ilovasiga kira olsangiz, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsa va oxirgi oyda pensiya muammosiz tushgan bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Lekin baribir tekshiruv qilish kerak. Chunki muammo ko'pincha pul kerak bo'lgan kuni bilinadi. Pensiya miqdori bo'yicha ham odamlar diqqatli bo'lishi kerak. Agar avgust oyida pensiya summasi avvalgisidan farq qilsa, darhol vahimaga tushmang. Avvalo sababini aniqlang. Ba'zan qayta hisob kitob bo'ladi. Ba'zan oldingi oyda ortiqcha yoki kam to'langan summa keyingi oyda tuzatiladi. Ba'zan nafaqa turi o'zgargan bo'ladi. Ba'zan esa bank kredit yoki qarzdorlik bo'yicha yechim qilgan bo'lishi mumkin. Har qanday kamayish bo'yicha siz bankdan hisobora ko'chirmasini, pensiya jamg'armasi bo'limidan esa to'lov tafsilotini so'rash huquqiga egasiz. Masalan, pensioner 20 ming so'm olardi. Avgustda 20 ming so'm tushdi. Bu yerda 3 ta ehtimol bor. Birinchi ehtimol avvalgi oyda ortiqcha to'langan 1 ming so'm ushlangan. Ikkinchi ehtimol kredit bo'yicha avtomatik yechim qilingan. Uchinchi ehtimol texnik xatolik. Buni aniqlash uchun bank ilovasida kirim-chiqimni ko'rish, bank filialidan ko'chirma olish, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Qo'shnim ham shunaqa dedi degan gap bilan xulosa chiqarib bo'lmaydi. Endi narxlar masalasiga o'tamiz. Avgust oyida oilaviy budjetni oldindan rejalashtirish juda muhim. Chunki bu davrda oddiy xarajatlar ham birdan ko'payib ketadi. Maktab bozori boshlanadi, ta'til tugaydi. Ko'pchilik ta'mir ishlarini yakunlaydi. To'ylar mavsumi davom etadi. Meva sabzavotning ayrim turlari arzonlasa, ayrim mahsulotlar qimmatlashishi mumkin. Men sizga buni oddiy misolda tushuntiraman. Oila oyiga 4 million so'm daromad oladi. Iyul oyida ularning oziq-ovqat xarajati 1 ming so'm, kommunal to'lovlar 400 ming so'm, transport 500 ming so'm, dori-darmon 300 ming so'm. Qolgan xarajatlar 1 million so'm bo'lgan. Avgustda esa 2 ta bola maktabga tayyorlanadi. Har bir bola uchun forma, poyabzal, daftar, sumka, ruchka, sport kiyimi, yo'l xarajati qo'shiladi. Bir bolaga 800 ming so'mdan hisoblasak, 2 bolaga 1 ming so'm qo'shimcha xarajat paydo bo'ladi. Agar oila oldindan tayyorlanmasa, kredit karta qarz yoki muddatli to'lovga kirib qoladi. Narxlar bo'yicha kim ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi navbatda doimiy daromadi past oilalar. Ikkinchi navbatda pensiya va nafaqa bilan yashaydiganlar. Uchinchi navbatda ijarada turadiganlar. To'rtinchi navbatda maktab yoshidagi farzandi bor oilalar. Beshinchi navbatda kredit to'layotganlar. Chunki narx oshganda eng ko'p qiynaladigan odam daromadi o'zgarmay, xarajati oshgan odam bo'ladi. Lekin hamma narxlar bir xil oshadi deb o'ylash ham xato. Masalan, mavsumiy meva sabzavotlar avgustda ayrim hududlarda arzon bo'lishi mumkin. Pomidor, bodring, tarvuz, qovun, kartoshka, piyoz bo'yicha hududga qarab farq bo'ladi. Lekin maktab anjomlari kiyim-kechak import qilingan mahsulotlar, maishiy texnika, qurilish materiallari va dori-darmon narxlarida talab va kurs ta'siri kuchliroq seziladi. Shuning uchun men har doim shuni maslahat beraman. Narx oshadi deb hammasini birdan sotib olish ham to'g'ri emas. Hech narsani oldindan olmaslik ham to'g'ri emas. Eng maqbul yo'l majburiy xarajatlarni ro'yxat qilish. Masalan, bolaga haqiqatan kerak bo'ladigan 10 ta narsa bor. Forma, poyabzal, sumka, daftar, ruchka, qalam, kundalik, sport kiyimi. Oq ko'ylak, paypoq, avval shular olinadi. Keraksiz bezakli qimmat brend mahsulotlarini keyinga qoldirish mumkin. Endi bank kartalari haqida gaplashamiz. Bugun ko'p odam kartamda pul bor, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Yo'q, unday emas. Kartada pul bo'lishi bir masala, unga xavfsiz kira olish, pulni yecha olish, to'lov qila olish, karta bloklanmasligi, firibgarlardan himoyalanish boshqa masala. Avgust atrofida odamlar ayniqsa 3 ta narsaga e'tibor berish kerak. Karta muddati, telefon raqami va bank ilovasining xavfsizligi. Karta muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangilash kerak. Telefon raqami o'zingizning nomingizda bo'lmasa, SMS kodlar boshqa odam nazoratiga tushishi mumkin. Bank ilovasi eski telefonda qolgan bo'lsa, uni albatta o'chirib tashlash yoki bank orqali barcha qurilmalardan chiqish kerak. Real misol, bir inson yangi telefon oladi, eski telefonni jiyaniga beradi.
Eski telefonda bank ilovasi o'chirilmagan, SIM karta almashtirilgan bo'lsa ham ilova ochiq qolgan bo'lishi mumkin. Keyin kichik bir beparvolik bilan pul boshqa kartaga o'tkaziladi. Bunda bank har doim ham pulni qaytarib bera olmaydi. Chunki operatsiya SMS kod yoki ilova tasdig'i bilan amalga oshgan bo'ladi. Yana bir misol, pensionerga telefon qilib, kartangiz yangilanadi, kodni ayting deyishadi. U ishonib SMS kodini aytadi. Bir necha daqiqada kartadagi 900 ming so'm boshqa hisobga ketadi. Keyin bankka boradi, lekin pul qaytishi qiyin. Chunki kodni o'zi bergan. Shuning uchun men qat'iy aytaman, bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod, PIN kod, karta orqasidagi raqam yoki bank ilova parolini so'ramaydi. Kartalar bo'yicha yana bir nozik masala, komissiya. Odamlar ba'zan 100 ming so'm o'tkazadi, 20 ming yoki 2 ming so'm komissiya ushlanganini sezmaydi. Lekin oy davomida 7 marta o'tkazma qilsa, 7 ming yoki 7 ming so'm faqat komissiya ketishi mumkin. Pensiya oladigan yoki kichik oylik bilan yashaydigan odam uchun bu ham pul. Shuning uchun pul o'tkazishda qaysi ilova, qaysi karta, qaysi bank kamroq komissiya olayotganini tekshiring. Ayrim to'lovlar bank ilovasida bepul, boshqa ilovada pullik bo'lishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi noziklik, pensiya tushadigan karta bilan kredit karta bir xil emas. Ba'zi odamlar pensiya kartasidan kredit to'lovlarini avtomatik yechishga ruxsat bergan bo'ladi. Keyin pensiya tushishi bilan pulning bir qismi darhol ushlanadi. Odam pensiyam kam tushdi deb o'ylaydi. Aslida kredit shartnomasida avtomatik yechim bor. Buni tekshirish uchun bank shartnomasi va ilovadagi avtomatik to'lovlar bo'limini ko'rish kerak. Ikkinchi noziklik, karta bloqlansa. Bu har doim ham yomon narsa emas. Ba'zan bank shubhali operatsiyani ko'rib, kartani vaqtincha to'xtatadi. Masalan, siz bir kunda odatdagidan ko'p pul o'tkazdingiz yoki boshqa shahardan kirish bo'ldi yoki chet el saytida to'lov urindi. Bank xavfsizlik uchun to'xtatishi mumkin. Bunday holatda asabiylashmang. Bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Internetdagi noma'lum raqamlarga ishonmang. Uchinchi noziklik. Pensiya yoki nafaqa bo'yicha ma'lumotni faqat rasmiy manbadan tekshirish kerak. Mahalla chatida yozilgan xabar 1 avgustdan hammaga falon pul qo'shilar ekan degan ovozli xabar tanish bilishdan eshitilgan gap hujjat emas. Rasmiy qaror. Pensiya jamg'armasi, bank, davlat xizmatlari markaziy yoki hukumat portalidagi ma'lumot asos bo'ladi. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Har qanday pul masalasida og'zaki gapga emas, yozma ma'lumotga tayaning. 4-noziklik. Narxlar oshganda firibgarlar ham faollashadi. Arzon forma chegirmali telefon, pensiya uchun yordam puli, kartangizga kompensatsiya tushadi degan e'lonlar ko'payadi. Sizdan oldindan to'lov so'rasa, karta raqamingizdan tashqari SMS kod so'rasa, pasport rasmini talab qilsa, juda ehtiyot bo'ling. Haqiqiy davlat yordami yoki pensiya to'lovi uchun Telegramdagi noma'lum botga karta parolini kiritish talab qilinmaydi. 5-noziklik. Yaqinlaringiz nomidan karta ishlatish xavfli. Hayotda ko'p farzandlar ota-onasiga yordam beradi, kartadan pul yechib beradi. Buning o'zi yomon emas, lekin PIN kodni hamma bilishi, karta bolalar qo'lida yurishi, SMS telefon boshqa odamda bo'lishi xavf tug'diradi. Eng to'g'ri yo'l pensionerning o'zi bankda ishonchli tartibni rasmiylashtirsin, kerak bo'lsa ishonchnoma yoki bank tavsiya qilgan qonuniy mexanizmdan foydalansin. Endi eng muhim qism. Siz amalda nima qilishingiz kerak? Men bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddat, JSHSH raqami, ro'yxat raqami sizning nomingizda ekanini ko'ring. Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, bankka borib ma'lumotlar yangilanganini tekshiring. Pensionerlar uchun bu juda muhim, chunki pensiya to'lovi shaxs ma'lumotlariga bog'liq. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonidagi amal qilish muddatiga qarang. Agar 10 yoki 26 deb yozilgan bo'lsa, bu karta avgust 2026 oxirigacha amal qilishi mumkin, lekin bank qoidalariga qarab yangilashni oldindan boshlagan ma'qul. Agar 17-26 bo'lsa, avgustda muammo chiqmasligi uchun darhol bankka boring. Yangi karta olayotganda eski kartadagi pul, avtomatik to'lovlar, pensiya tushadigan hisob raqami saqlanadimi yoki o'zgaradimi? Albatta so'rang. 3-qadam. Bank ilovasini tartibga keltiring. Parolni yangilang. Barmoq izi yoki Face ID bo'lsa ham oddiy parolingizni hech kimga aytmang. Eski telefonlardan chiqib keting. Ilovada qurilmalar yoki xavfsizlik bo'limi bo'lsa, noma'lum qurilmalarni o'chiring. SMS kodlarini hech kimga bermang.
To'rtinchi qadam, pensiyasi va nafaqa oluvchilar to'lov tarixini tekshirsin. Bankdan oxirgi 3 oy uchun kirim-chiqim ko'chirmasini oling yoki ilovadan yuklab oling. Qaysi kuni qancha pul tushganini yozib qo'ying. Agar avgustda farq bo'lsa, oldingi oylar bilan solishtirasiz. Bu sizga muammoni tezroq aniqlashga yordam beradi. 5-qadam, narxlar bo'yicha oilaviy ro'yxat tuzing. Avgust oyidagi majburiy xarajatlarni alohida yozing. Oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, transport, dori-darmon, maktab anjomlari, kredit, ijara. Keyin shart va keyin olsa bo'ladi degan ikki ustunga ajrating. Masalan, dori-darmon shart, kommunal to'lov shart, bolaga maktab formasi shart. Lekin yangi telefon, qimmat sumka, o'rtiqcha bezak, uyga kerak bo'lmagan jihoz keyinga qolishi mumkin. 6-qadam, qarz va kreditga ehtiyot bo'ling. Avgustda ko'p odam maktab xarajatlari yoki narxlar sababli qarz oladi. Agar 2 million so'm qarz olib, oyiga 400 ming so'mdan qaytaraman desangiz, keyingi 5 oy budjetingiz qisqaradi. Agar daromadingiz barqaror bo'lmasa, bu sizni yanada qiynaydi. Kredit olishdan oldin, men bu to'lovni eng yomon oyda ham to'lay olamanmi deb o'zingizdan so'rang. 7-qadam, rasmiy murojaat qilishni biling. Pensiya bo'yicha savol bo'lsa, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya daftarchasi yoki pensiya hujjatlari, bank karta rekvizitlari, telefon raqami va oxirgi to'lovlar ko'chirmasini olib boring. Bank bo'yicha muammo bo'lsa, bank filialiga boring yoki faqat rasmiy kol markaz raqamiga qo'ng'iroq qiling. Davlat xizmatlari bo'yicha muammo bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. 8-qadam. Murojaat qilganda yozma iz qoldiring. Faqat og'zaki gaplashib qaytmang. Ariza yozing. Arizangiz qabul qilingan raqamni oling. Arizada aniq yozing. Men falon sanada pensiya to'lovim kamaygani yoki tushmagani sababini aniqlab berishingizni so'rayman deb. Banka murojaatida esa falon sanada falon summadagi operatsiya bo'yicha izoh va ko'chirma berishingizni so'rayman deb yozing. Yozma murojaat bo'lsa, javob talab qilish osonroq bo'ladi. 9-qadam, keksalar va ota-onangizga yordam bering. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, ularni yolg'iz qoldirmang. Kartasini tekshiring, telefondagi bank ilovasini ko'ring. Noma'lum SMS va qo'ng'iroqlarni tushuntiring. Ularga bitta qoida o'rgating. Kodni hech kimga aytmaslik. Hattoki qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank, prokuratura, soliq, pensiya yoki mahalla xodimi deb tanishtirsa ham kod aytilmaydi. 10-qadam, kichik zaxira yarating. Har bir oilada kamida 7-10 kunlik oziq-ovqat va zarur xarajatlar uchun zaxira bo'lishi kerak. Bu degani hamma narsani tonnalab olib qo'yish emas. Masalan, un, yog', guruh, makaron, choy, shakar, dori-darmonning zarur turi, telefon va kommunal to'lov uchun ozgina pul. Agar karta vaqtincha ishlamay qolsa yoki bankda texnik uzilish bo'lsa, siz qiynalmaysiz. Azizlar, 1 avgust 2026 sanasiga tayyorgarlik degan vahima qilish emas. Bu aqlli odamdek oldindan tekshirish, hujjatni tartibga keltirish, kartani xavfsiz qilish, pensiya to'lovlarini nazorat qilish va oilaviy budjetni rejalashtirish degani. Bugun men sizga 3 ta asosiy yo'nalishni tushuntirdim. Pensiyalar bo'yicha karta va hujjatlar mos bo'lishi kerak. Narxlar bo'yicha avgust xarajatlarini oldindan hisoblash kerak. Bank kartalari bo'yicha esa xavfsizlikni kuchaytirish va firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Eng muhimi, har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshiring. SMS kodni hech kimga bermang. Pensiya yoki karta muammosida yozma murojaat qiling. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videodagi maslahatlarni bugunoq amalda bajaring. Agar maktabga tayyorlanayotgan farzandingiz bo'lsa, xarajat ro'yxatini tuzing. Agar kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa, bankka borishni ertaga qoldirmang. Sizda 1 avgust bilan bog'liq qanday savollar bor? Pensiya, narxlar yoki karta bo'yicha qaysi muammo sizni ko'proq xavotirga solyapti? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka real hayotda yordam berishi mumkin.